11 kishilik bir futbol jamoasida himoyachi, yarim himoyachi yoki qanot o'yinchilari bilan shakllantirganimiz ikkili o'yinchilar to'g'ri va tartibli jamoa qurganingizni bildirib turadi. Faqat har bir futbol muxlisi bilganidek, chempion bo'lish va kupalarni ko'tarish uchun o'yinlarda g'alaba qozonish kerak. O'yinlarda g'alabaga erishish uchun esa golga ehtiyoji bordir. Shuning uchun ham har xil pozitsiyalarda shakllantirganimiz ikkili o'yinchilarga qo'shimcha hujum chizig'ida 3 kishilik hujumchilarni yarata olsak, voy ana ko'ring raqiblarimizni holini. Bugun aynan Asilbek Hakimov kanali jotkollari sizdek aziz muxlislar e'tiboriga hujumdagi uchlik, ya'ni futbol tarixidagi eng kuchli hujum triolarini taqdim etadi. Ribery, Robben, Mario Gomez. 2011 va 2013-yillar oralig'ida qanotlarga teskari oyoqli ikki o'yinchi va markazda havodagi kurashlarda hech kimga imkoniyat bermaydigan hujumchi. O'sha davrlarda hujumda 3 o'yinchini o'ynatishni xohlasangiz, chap qanot uchun Ribery, o'ng qanot uchun Robben, markaz uchun Mario Gomez yoki Mandzukic deganlar ko'p edi. Eng qizig'i ham shu ediki, bu yigitlarni bari Bavariya klubida bir yerga to'plangandilar. Jupp Heynckes boshqaruvidagi Bavariya 2012-yilgi mavsumda Bundesligada o'zini azaliy raqibi Borussia Dortmundni 8 ochko orqasida tamomlar ekan, bir onda Chempionlar Ligasi finalida Chelsiga mag'lub bo'ldi. Unutilmas finalning so'nggi daqiqalarida afsonaviy Didier Drogbani bosh zarbasiga to'sqinlik qila olmadi. Qo'shib berilgan daqiqalarda Robben penaltidan foydalana olmadi va penaltilar seriyasida mag'lub bo'lib, musobaqaga xayr dedi. O'sha mavsumda Ribery 17 gol kiritib, 27 ta assistentlik qildi. Arjen Robben esa 19 ta gol kiritib, 10 ta golga assistentlik qilgan bo'lsa, markaziy hujumchi Mario Gomez 41 ta golga mualliflik qildi. Keyingi mavsumda Jupp Heynckesning jamoasi bir ma'noda xuddi nemis mashinasiga aylandi. O'tgan mavsumdagi tajriba va mag'lubiyatlardan olingan darslar sabab yangi mavsumda qarshisidan chiqqan barchani yengdilar va o'ynashgan deyarli barcha kupalarni yuqoriga ko'tardilar. O'tgan mavsumda Dortmundga yutqazib qo'yilgan liga sovrinini naqd 25 ochkolik farqni raqibiga ko'rsatib chempion bo'lgan myunxenliklar Chempionlar Ligasi yarim finalida raqibi Barselonani o'z maydonida 4-0 va raqib maydonida 3-0 hisobida yengib, tormor qildilar. Finalda azaliy raqib Dortmund jamoasini dramatik so'nggi daqiqalarda kiritgan gol evaziga 2-1 hisobida yengdilar va kupaga sohib bo'ldilar. Ushbu mavsumda Ribery 11 gol kiritdi va 24 ta golga assistlik qildi. Robben 13 ta gol va 13 assistent bilan faollashdi. Mario Gomez 19 gol bilan cheklanib qoldi. Bu mexanik trioga 23 goli bilan Thomas Müller va 22 goli bilan Mario Mandzukic hamrohlik qilar ekan, zamonaviy futbolning eng zavqli onlarini biz futbol muxlislariga ko'rsatgandilar. Messi, Suarez, Neymar. 2014 va 2017-yillar orasi super fantastikami yoki o'zga sayyoraliklarmi ochig'i bilmay qoldik. Chunki futbol tarixida bundan ham ko'p gol kirita olgan va bundan ham dahshatli hujum uchligini ko'rmagandik. 2 yil ichida gol bilan aloqasi bor bo'lgan barcha statistikalarni parchalab tashlashgan va o'z ismlarini bosh harflardan tashkil topgan super qahramonlar. Fantastik trio MSN. Messi, Suarez, Neymar. 2014 va 2015-yilgi mavsumda Qirol kupasi, La Liga va Chempionlar Ligasi chempionligini olib, 3 kupani qo'lga kiritgan fantastik uchlikdan Messi 58 gol va 28 assist, Neymar 39 gol va 10 assist va Suarez 25 gol va 23 assist ko'rsatib, birgalikda naqd 122 ta golga o'z hissalarini qo'shib, kamiga 61 ta assist ko'rsatishdi. Rostdan ham bunday raqamlar futbolda bo'lmagandi. 2015 va 2016-yilgi mavsumda Chempionlar Ligasi yarim finalida Atletico Madridga mag'lub bo'lar ekanlar, La Liga g'olibligi va Qirol kupasini yana o'z uylariga olib ketdilar. MSN nomli mashhur trio oldingi mavsumdagi rekordlari 122 golni 131 ga, 61 ta assistlarini esa 72 taga oshirib qo'ydilar.
Deyarli barcha Messini erkin bo'la olmaydi deb aytayotgan davrda Messi o'z darajasini yana bir bor ko'rsatib, Neymar va Suaresdek futbol jangchilarini o'ziga vazir deb e'lon qilgandi. Chunki Suares o'zi boshidan Messini qirol ekanligini tan olib o'ynar ekan, Neymar singari faqat o'zini o'ylaydigan o'yinchi ikkinchi mavsumida 31 gol va 25 assistlik faolligi bilan yemay-ichmay jamoadoshlariga gol kirittiradigan o'yinchiga aylangandi. 2014 va 2016-yillar oralig'ida gol demak MSN deyish bilan bir xil edi. Bale, Benzema, Ronaldo. Futbol demak mutlaqo raqobat demakdir. Mana sizlarga tanganing boshqa tarafi. O'zi shundoq ham tanganing bir tarafida rasm bor bo'lgani singari, ikkinchi tarafida ham bo'lmasa, bu o'yin na dunyoning eng go'zal yoki na eng sevimli o'yini bo'la olardi. O'sha mashhur MSNni eng oz, xuddi ulardek mashhur raqiblari bor edi. Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, ya'ni BBC. 2014 va 2016-yillar oralig'idagi bu mashhur raqobatchilar BBC triosi La Ligada baxtli bo'la olmagan bo'lsalarda, 2016-yildagi finaldan bo'lib o'tgan finalda ikkinchi azaliy raqiblari Atletico Madridning qo'lidan dunyoning eng zo'r liga kupasini penaltilar natijasida olib qo'ydilar. Chap qanotda Ronaldo, o'ng qanotda Bale va o'rtasida Benzema joy olgan afsonaviy hujum uchligi edi. 2014 va 2015-yilgi mavsumda Ronaldo 61 gol va 22 assist bilan naqd yirtqichga aylandi. Benzema 22 gol va 15 assist, Gareth Bale bo'lsa 17 gol va 12 assist bilan bir-birlariga ko'maklashdilar. Kelar mavsumda bo'lsa Ronaldo degan yirtqich 51 gol kiritib, 15 assistni o'ziniki qilgan bo'lsa, Benzema 28 gol va 8 assist bilan o'ynadi. Gareth Bale bo'lsa 19 gol va 14 assist bilan sezonni nihoyaladi. Statistika borasida BBC MSN orqasida dunyoning eng ko'p gol kiritgan ikkinchi triosi edi. Statistikaga qaramaydigan bo'lsak, qaysi bir trioni eng zo'r ekanligini ayta olmaymiz. Chunki mutlaqo raqobat zamoni haqida aytadigan boshqa gaplarim bor. Dunyo bu darajadagi eng zo'r triolarni hech bir zamon bir orada ko'rmagandi. Ularni bir orada, ayni davrada, ayni ligada, jonli efirda izlay olganligimiz uchun rostdan ham baxtli futbol muxlislarimiz. Mbappe, Cavani, Neymar. Arab sarmoyasini qudratini ko'rsatib qo'ygan va fair play finansal qoidalariga amal qilmaydigan jamoa Paris Saint-Germaindan kutilgan summalarga olingan, hatto o'sha vaqtlarda 65 million yevrodan voz kechib sotib olingan, Cavaniga sherik qilib 145 million yevroga olingan Mbappe va 222 million yevro to'lab sotib olingan Neymar bilan birgalikda pulni kuchiga sotib olish mumkin bo'lgan eng zo'r hujum triosi. Fransiya kupasi, Liga kupasi, Liga 1 va Fransiyada har doimgidek qozonish mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni qo'lga kiritib, faqat Chempionlar Ligasini 1/16 finalidayoq o'yindan chiqadigan ushbu jamoada Cavani 40 gol va 11 assist bilan o'ziga rekord tayyorlagan mavsum. Neymar jarohatlar bilan ovora bo'lganiga qaramay 28 gol va 16 assistni uddalay olgan bo'lsa, borgan sari yuqoriga intilayotgan Mbappe 21 gol va 15 assisti bilan Paris jamoasiga dunyoning eng qimmat va eng sevilmagan jamoasi degan nomni olib berib, o'z yo'lida davom etayotgandi. Salah, Firmino, Mane. Boshqa tarafda turgan Paris Saint-Germaindan farqli o'laroq muxlisi bo'lgan va bo'lmagan barcha futbol muxlislari Liverpool jamoasiga mehrlari tushib qolgandi. Chunki jamoa boshida eng sevimli murabbiy Jurgen Klopp joy olgandi. Va sevimli murabbiy tuzib chiqqan jamoani hujum uchida bir-birlari bilan bir butunga aylangan sevimli va afsonaviy trio Firmino, Salah va Mane. Yanglish tushunishlar bo'lmasin-da,
Sadio Mane, Muhammad Saloh va Roberto Firmino o'z darajalarida dunyo klassidagi o'yinchilar. Faqat farqi yo'q, qaysi birini bo'lsa ham Liverpooldan olib, boshqa jamoaga qo'ysak, o'sha jamoaga saviya qo'shadigan va o'sha jamoani kayfiyatini ko'taradigan o'yinchilar emas. Firmino Liverpoolda va Jurgenning sistemida balki eng kerakli o'yinchi, lekin bir o'zi jamoasini yelkasida tashiy oladigan o'yinchi emas. Liverpoolda ekan kerakli, boshqa jamoada yo'q. O'zi shundoq ham Kloppning tizimi bo'yicha jamoaning faolligi ham shunda. Jamoada o'yinchilar mukammallashtirgan tizim emas, tizim mukammallashtirgan o'yinchilar bordir. Liverpool bu o'yinchilarga 125 million to'lagan edi. Bugun yetib kelganimiz nuqtalarda ushbu 3 o'yinchining narxlari 350 million yevro naqd 3 baravariga ko'payib ketgan. Jurgenning jamoasi 2018 va 2019-yillarda naq 2 marotaba finallarda qatnashdi. Birinchi marotaba finalda mag'lub bo'larkan, ikkinchi safarda dunyoning eng zo'r liga kupasini o'z uylariga olib ketdilar. Bu ikki mavsumda barchaning sevgisini qozona olgan ushbu trio ochiqchasiga vahshiylashib ketdilar. Ikki mavsumni bir qilib aytadiganimizda, Saloh 104 o'yinda maydonga chiqdi, 71 gol kiritdi va 24 assistni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Roberto Firmino bo'lsa 102 o'yinda 43 gol kiritib, 25 assistlik qilgan bo'lsa, Sadio Mane ushbu ikki mavsumda 94 o'yinda maydonga chiqdi, 46 gol va 14 assist bilan faollashdi. Oxirgi yillar davomida dunyoning eng zo'ri bo'lmasa ham, shubhasiz, dunyoning eng sevimli hujum uchligi edi. Bizni tomosha qilganingizdan sizlardan minnatdormiz. Do'stlar, ushbu triolar ichida sizningcha eng zo'ri qaysi biri edi? Shu haqida albatta o'z izohingizni yozib qoldiring. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.